Mana qarang, Ramazon oyi kirishidan oldin davlat rahbari, O'zbekiston Respublikasi prezidentimiz qaror qabul qilyaptilar, qaror. Ramazon oyini ko'tarinki bir ruhda milliy urf-odatimiz, qadriyatlarimiz, an'analarimizga muvofiq o'tkazaylik. Ramazoni sharif oyida saxovat, birdamlik, hamjihatlik qilaylik. Bir-birimizga ko'maklashaylik. Ro'zadorlarimiz uchun, namozxonlarimiz uchun hamma sharoitlarni qilib beraylik degan qarorni qabul qilganliklarining evaziga mana ko'rdingiz qanaqa o'tdi, alhamdulillah. Masjidlarimizda biz namozxonlarimizni tinchligimizni, osoyishtaligimizni, xavfsizligimizni ta'minlash uchun o'zimizning yigitlarimiz xizmatda turdilar oyoqda. Salqin kunlarda ham, qorli kunlarda ham. Mana bu chiroqlarimiz, suvlarimiz hammasi ta'minot etib turildi. Ozodalik hammasi. Azizlar, bu juda katta bir Xudoning marhamati. Xudoning marhamati. Shunga munosib bo'lishimiz kerak.